Xonadon bo'lsa, super ijtimoiy remontda bitgan bo'lsa, hamma o'zini jihozlar va mebellar bilan to'ldirgan bo'lsa, odamni yashagisi keladi. Assalomu alaykum bizning obunachilarimiz. Assalomu alaykum AliSSB kuzatuvchilari. Bugungi manzilimiz Samarqand shahar, Frunze ko'chasi, Davlat xizmatlari markazi yagona darcha joylashgan 12 qavatli domimizning 3-qavatida 3 xonadan iborat mana shunday super lyuks remontda bitgan uyimizni video obzorini sizlarga taqdim etamiz azizlar. Videomizga yurakcharingizni layklaringizni ayamasdan, chunki bu xonadon haqiqatda layklarga arziydigan xonadon. Xo'p, azizlar, ko'rib turibsiz, bu bizning zal qismimiz. Zal qismimiz kichkina emas, juda katta va juda ideal super remontda bitgan, oppoq ranglardan attachento qilingan, umuman boshqacha bir did bilan qilingan. Xo'p, televizorimiz marhamat, mana shunday stroyniy shkafchalar qilib ichga podsvetkalarimiz o'rnatilgan. Azizlar, konditsionerimiz qo'yilgan va mebelga alohida e'tibor qilasizlar, juda chiroyli va qimmat mebel qo'yilgan. Azizlar, chiroyli pardalarimiz bu xonamizning o'zining balkon qismi mavjud. Xo'p, bu yog'i kirish qismidan davom etamiz. Azizlar, bu bizning kirish qismimiz. Kirish qismida mana shunday stroyniy shkaflarimiz qilingan va xonadonimiz onli yevromontaj qilingan, hamma uylarga alohida sim tortilgan. Uyimizning isitish tizimi azizlar, polni cho'plab va kollektorlarimiz, mana kollektorlarimiz joyi. Chiroylikina dekorativniy rasmlarimiz ilingan, har xil lyustralarimiz alohida e'tibor qilingan. Juda chiroyli lyustralar qo'yilgan. Xo'p, kirganimizda to'g'rimizda bu bizning bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz. Bu yerda ham hamma jihozlarimiz qilingan, biralarimiz ilingan, chiroyli pardalar va chiroyli lyustralarimiz qo'yilgan. Remontda haqiqatda e'tibor qilsangiz juda chiroyli remont qilingan, ideal, vobshe har narsaga alohida e'tibor qilingan. Xo'p, keyingi xonamiz bu bizning oshxonamiz. Azizlarimiz, mana shunday stroyniy kuxonniy shkaflarimiz qilingan, hamma sharoitlari qilingan. Xo'p, televizorimiz ilingan, xolodilnikimiz, moykamiz, gaz plitamiz, duxovkamiz, vichkamiz, hamma sharoitlar qilingan. Xo'p, turkchilik stolimiz qo'yilgan va aytib o'tganimdek xonadonimizning isitish tizimi cho'plib va kacholimiz mana bu yoqda joylashtirilgan. Oshxonamizning ham o'zini balkon qismi bor. E'tibor qiling, har narsalar umuman bir boshqacha did bilan tanlangan. Ranglarga juda mos kelgan. Xo'p, keyingi xonamiz bu kattalarimiz uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz. Ranglar kollaboratsiyasiga bitta e'tibor qilasiz. Mana shu salat rangimizdan mana shu oq seri rangimiz qanday bir-biriga juda chiroyli mos kelgan. Xo'p, bu yerdan ham chiroyli lyustralarimiz qo'yilgan. Mana shunday shkaf zonamiz va televizor uchun joylarimiz qilingan va bu xonamizning o'zini sanuzeli bor. Azizlar, marhamat ko'rishingiz mumkin. Dushovoy kabina qilingan. Rakvinalarimiz va chiroyli oynalarimiz ilingan. Chiroyli kartinamizga ham bir e'tibor qilasizlar. Xo'p, keyingi xonamiz bu xonadonimizning sanuzeli juda katta. Marhamat, stranli mashinkalar mana shu yerda joylashtirilgan. Juda chiroyli va hamma sharoitlari qilingan. Xo'p, azizlar,